Ko'p qismliq ovozliq asar Qo'shkizaklarning taqdiri 5-qism. Men Qodirning ismini chiqarishim bilan u pang'ada yig'laverdi. "Nim bo'ldi? Men xato gap qilib qo'ygan bo'lsam, kechir Gulmira." "Yo'q, men endi keynimga qaramayman. Chunki Qodirga hozirgacha o'zimni yuz kelolmaydigandek his qilardim. Endi o'ylasam, u menga ziyonkashlik qilibdi ekan." "Yo'q Gulmira, undaqmi deb ketma. Dedim-ku, hayotlikda hech kim ozmayman deyamaydi. Bo'libmi hissiyot, ko'ngil degan narsa bek yomon. Hey, sen nim desam bo'la? Men sening har bir so'zlashlaringdan Qodirga bo'lgan cho'nqur muhabbatni his qildim. Gulmira, sen cho'qim yaxshi o'ylan bo'lamdi. Mayli sen qandaqli qaror chiqama, seni qo'llayman. Biroq cho'qim o'zing eng xushal bo'ladigan turmushni tanla. Chunki sen xushal xo'ram ichida yashasang, garchi namrat bo'lsang-mu, o'zingni baxtli his qilasan. Navoda hayvat, hashamat qo'g'lishibla bunda qaror chiqargan bo'lsam, turmushda o'zing baxtsiz bo'lib qolsan do'stim. Odam degan ruhiy jihatdan o'zini erkin, xushal his qilmasa, vaqt o'zargancha kasal chirmaydi. U chaqda bolalaringni qandoq tarbiyalaysan? Mening gaplarim Gulmiraga ta'sir qildimi, jimmida bo'lib qoldi. Qaraganda u bu qarorni bakla oldirib chiqargandekmi qiladi. Biroq yanala uning o'zi eng xohlaydigan turmushni tanlashini umid qilardim. Chunki bu jahonda hamma odam mayli boy, mayli kambag'al bo'lsin, ko'ngil xushalligini, muhabbatli turmushni qo'g'lish erkinlik borda. Gulmira birdam jimjitlikdan keyin sen bilan yana ko'rishman debla xo'shlashib chiqib ketdi. Bilsam bilmasam, u yanala kichik bolalardan g'am qilib qaytishga oldirgan edi. Uyga qaytgandan keyin opamga bu ahvolni degan edim. Opam ko'zlariga liqqida yosh oldi. "Men-mu angladim qizim. Rahmatli Gulchehra hayot chig'ida bizning to'g'ri tushunishimizga erisholmagan. Biroq u Rasululloh turmushning bo'ronchop qo'llarida qolg'ashqa amalsizlikdir. Hay, anglasam yuqorqi mahalladagi Ahmad buvayning navrisi kuyib eg'ir yarlanganda, jamiyatdan nurg'un iyoni yiqqanda, u aloyitdan 5000 yuan yordam qildi. Shu chog'da Ahmad buvay ko'zlariga yosh elib, ularga go'zal tilaklarda bo'pti. Hamda Ahmad buvay ularni yaxshi yo'llarda menishga da'vat qilganda, Gulchehra yig'lab turib, kichikligimizda ba'zi bir aqlsizliklarni qildik. Lekin men hargizmi vijdonimga yuz kelolmagdek ish qilmadim. Bazmaxonalarda ishlaginim bilanmi ipitimni buzmadim. Keyin singlimga tirikchilik yo'li tepib bergandan keyin menmi bir zavod ishlab kelyapman. Bu pullar hargizmi mehnat pul emas. Biz kichikimizda ota-onasiz qolganda sizlar bizni doim yo'qlab turgan, otaliq mehrini yetkazgan. Bu pul ko'p bo'lmasa-mu, navralarning shifo tepishiga sabab bo'lib qola. Hamma shu ish bilan bizmi gunohlardan poklanib qolamiz deb yig'lab ketibdi. Bu gaplarni anglagan buvay va qulum qo'shnilar ularni necha vaqtlardan xato tushunib ayblab kelganiga qattiq o'kinishibdi. Hayotlik shundoq bo'lsa kerak qizim. Endi kishilar ularni to'g'ri tushungili turganda bu baxtsizlikni ko'mandigan. Vaqting bo'lsa, Gulmirani uyga olib kel. Bizmi qo'limizdan kelishicha yordam qilaydi. U qandaqli bo'lmasin, yor yulaksiz. Yana bir ish.
Qodirning gapini qilib to'g'ri qilmabsiz. Sizdek kichik. Yo'qsizlikning qanday yomonligini bilmaysiz. Bechoralar kichikidan yo oila mehriga, yo tarbiyaga, yo moddiy sharoitga erisholmay cho'ng bo'lg'ashqa, yo'qsizlikning yomonligini obdan biladi. Qodirni anglasam, boshqa bir shaharga ketibdi debmi angladim. Ba'zilardan anglashimcha, yoqi yurtliq birisi bilan issiq o'tishib qolgan bo'lsa kerak. Balkim Gulmira shu xabarni anglagan bo'lishi mumkin. Men chig'imda angladim, u anglamay qolarmi? Hay, bo'ldila. Qandaqli bo'lmasin, eniqi o'qituvchining insoviga kelgini, mas'uliyatchanlik bilan qaror chiqargani bak yaxshi bo'pti. Ojiz-singil erisholmagan baxtga ashu kichik bechora bolalar erishsin. Ular bo'lsa-mu, ko'ngli to'q, g'amsiz jo'n bo'lsin. Bu rahmatli Gulchehraning orzusi emasmi? Bundaq fursatni hargiz o'tkazib o'tmaslik kerak. Ma'qul opa. Men opamning bu gapidan bakla ta'sirlandim. Onalar naqadar ulug', naqadar mehribon ha. Men opamning bu gaplarini anglab, Gulchehra haqidagi ishlardan hayron qoldim. Va bu jahonda hech kimga har qanday sharoitda oldirab baho bermaslik kerakligini tu'nib yetdim. Shundoq, opamning aytganlari haqiqatan to'g'ri ekan. Cho'nglar degan hamon yiroqni o'ylaydi ekan. Degandek, men bir kuni opam bilan alohiddan berib, Gulmirani uyimizga taklif qilib keldim. Umu baxushal bo'ldi. Ham ko'zlariga yosh elib, opam ikkimizni quchoqlab, o'zundan o'zunga yig'lab ketdi. Opam bo'lsa, shunchalik tatliq, mehrlik so'zlar bilan uni bezladi. Menmu uning bolalarini erkiltib, uningga tasalli berdim. Gulchehraning qizi Gulchehra bilan Gulmiraga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Uydagilar bilan maslahatlashib, heliqi o'qituvchi bilan Gulmiraning to'yini uydagilar bosh bo'lib o'tkazib berdi. Gerçi to'y nihoyat oddiy o'tkazilgan bo'lsa-mu, eng muhimi ular to'ydan keyin bakli tez chiqishib ketdi. O'qituvchining uydagilarimi Gulmiraning bakli hurmatini qildi va ikki bolani yaxshi ko'rib beqishib berdi. Bir kuni opam bilan bozorga chiqib, tuyuqsizlar ular bilan uchrashib qoldik. Opam ikkimiz uni tuniyolmag'li tasqatdimiz. Gulmiraning sochlari moda bodr qilingan, uchisiga havrang ko'ylak kiygan bo'lib, xo'ymi yarashgan, bakli chiroyli bo'lib ketgan edi. Biz birga tamoqlandik. Ballarimo shundoq timan cho'ng bo'lyotdi. Xo'shlashqicha opam Gulmirani uzoqdan uzoq bag'riga besib, go'zal tilaklarda bo'ldi. Biz qiymagan holda xo'shlashdik. Qora ranglik mashina ko'zdan yutgandala, ondan bizmu yo'limizga mangdik. Yo'l bo'yi bu qo'shmoq ojiz-singillarning hayotini bir-birlab aslab chiqdim. Va to'ydan keyin baxtlik oilaga erishib, guldek echilib ketgan Gulmiraga havasmi qildim. Bu hayot shundoq ekan. Bir chog'larda ko'zga ilmagan odamlaringiz oldida putlashqadek bo'lib, ularning haqiqiy kim ekanligini ko'radi ekansiz. Bir chog'larda bechora deb ich og'ritgan odamlaringizga hamon bir kuni havas qiladigan chaqlaringiz keladi ekan. Shunga inson hech qachon hech yerda kibr chiqarmaslik kerak ekan. Atrofimizda biz har kuni har xil kishilarni uchirtamiz. Ba'zilariga parvosiz qaraymiz, ba'zilarini ko'zga ilmaymiz. Biroq bu asla to'g'ri emas ekan. Chunki bizning haqiqiy muomala qilayotganimiz boshqalar emas, dal o'zimiz ekan. Men bu hikoyam orqali jamiyatimizda burun mayli qandaqli azobli kunlarni topgan bo'lsin, barliq qarindoshlarimizni cho'qim hayotlikqa qizg'in muhabbat bog'lashga,
to'g'ri yo'llarda kishilarga to'g'ri samimiy muomala qilishga chaqirmoqchiman. Chunki hayotlik qisqa. Biz hammamiz birovlarga azor berishga, baho berishga kelmagan. Balki o'rtaq holda hayotimizni nurlantirishga, mehr muhabbat bilan turmushimizni gullantirishga kelgan. Biz ana shunday yashay olsak, hamon baxtli kunlarni kutib olaymiz. Asarning barliq qismlari mushu yerda tamam.